Yurak qon tomir kasalligi hozir yer yuzidagi eng ko'p tarqalgan kasalliklar. Xalqaro sog'liqni statistikasi bo'yicha o'limning 31% yurak qon tomir kasalliklariga to'g'ri kelyapti. Ya'ni har 100 ta o'lgan odamni 30 dan oshig'i yurak qon tomir kasalliklari natijasida vafot etyapti. Yurak qon tomir kasalliklariga yurak kasalliklari va qon tomir kasalliklari kiradi. Qon tomir kasalliklari bular qon bosimida yuqoriligi va pastligi, ya'ni gipertoniya va gipotoniya asosiy tarqalgan kasalliklar va kamqonlik. Yurak kasallariga keladigan bo'lsak, bu birinchidan aritmiya. Aritmiya ikki xil bo'ladi. Ya'ni yurak urishini o'zgarishi, yurak siklining o'zgarishi va bu ikkiga bo'linadi. Taxikardiya yurakni normadan, ya'ni 1 minutda 70 dan tez urishi taxikardiya, normadan pasayishi barikardiya deyiladi. 70 dan pasaysa barikardiya. Bundan tashqari stenokardiya bor. Stenokardiya bu yurak yetishmovchiligi, ya'ni yurak quvvatsiz bo'lib qoladi. Ozgina tezroq harakat qilsangiz, balandga ko'tarsangiz, entikib hansirab qolasiz, yurakning quvvatining pasayishi. Yurak ishemik kasalligi bor. Yurak qon tomir kasalliklarini oqibati infarktga olib kelishi mumkin va qon bosimidagi insultga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun bularning asoratlari og'ir kechadi. Yurak qon tomir kasalliklarini davolash kerak. Qanday davolash mumkin? Birinchi o'rinda nima ta'sir qiladi? Hop, sabablar. Eng birinchi sababi qon bosim kasalligida xarakter jihatdan, psixologik jihatdan oladigan bo'lsak, quvonishni bilmasligimiz. Yurakdiki, yuragimizdan yaxshi ko'ramiz, yaxshi ko'rishda eplanmasligimiz. Bu psixologik tomoni. Ya'ni quvonishni o'rganishimiz kerak, yaxshi ko'rish, sevishni o'rganishimiz kerak. Ikkinchisi, yurak qon tomir kasalliklarining sababi bu gipodinamiya. Hozirgi vaqtda juda ko'p odamlarda gipodinamiya rivojlangan. Gipodinamiyaning kam harakatsizligi oqibatida organizmda ortishi, vazn to'planishi, modda almashuvi buzilishi kelib chiqyapti. Bu kam harakatsiz, ya'ni gipodinamiya eng ko'p keltirib chiqaradigan kasalliklari bu o'sha yurak qon tomir kasalliklari. Demak, aktiv hayotga o'tishimiz kerak. Kuniga hech bo'lmasa yarim soat, 1 soat jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishimiz kerak. Endi qanday jismoniy mashqlar yurak qon tomir kasalliklarida ta'sir qiladi? Bu nafas olish bilan bog'liq mashqlar. Bularga qaysilar kiradi? Yengil yugurish, piyoda sayr qilish, arg'imchoqda sapchish, badminton o'ynash, tennis o'ynash, harakatchan mashqlar, sport turlari, futbol, basketbol, yengil holatda voleybol o'yinlari, undan tashqari ayollar uchun harakatchan raqslar. Mana bular organizmda harakatni oshirib, qondagi, ya'ni nafas olishni tezlashtiradi. Yurakda nafas olishni tezlashish hisobiga yurak faoliyati yaxshilanadi va organizmga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Endi bir narsani bilishimiz kerak, yurak bu shunday organki, nagruzkaga muhtoj. Nagruzka bilan kislorod almashishiga muhtoj organ. Shuning uchun doimiy ravishda yurakka nagruzka berish kerak. Yurak nagruzkani juda ham yaxshi ko'radi. Bu o'sha demak, keyingisi harakatni, aktiv harakatni oshirishimiz kerak. Endi davolashda qanday usullar ishlatsak bo'ladi? Demak, sog'lom turmush tarziga, aktiv hayotga amal qilinganda yurak qon tomir kasalliklari 40-50% ga o'zi normaga kelib qoladi. Ya bo'lmasam bunday mashqlar umuman yurak qon tomir kasalliklarini oldini oladi. Bularning ichida eng effektivlari yugurish bilan yogadagi pranayama mashqlari, ya'ni nafas olish mashqlari yoki tsigun mashqlari. Endi yugurishga keladigan bo'lsak, hozir juda ko'p maslahatlar, vrachlarning beradigan maslahatlarda noto'g'ri maslahat bo'lyapti. Yugurmang, piyoda yuring degan. Yo'q. Yugurishda analogi yo'q. Ya'ni o'zbek tilida aytadigan bo'lsangiz, o'xshashi yo'q. Nimaga o'xshashi yo'q? Piyoda yurganimizda to'g'ri muskullarimiz harakat qiladi. Velosiped haydaganimizda ham muskullarimiz harakat qiladi. Yurganda nafaqat muskullar, majburiy ravishda biz chuqur nafas olib,
burundan nafas olib og'izdan chiqarishga majbur bo'lamiz. Ya'ni kislorodni sirkulyatsiyasini, nafas olish sirkulyatsiyasini kuchaytirishga majburmiz. Buni ta'siri yurak faoliyatiga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xuddi shunday yogadagi nafas olish pranayama mashqlari va tsigun daodagi nafas olish mashqlari ham yurak qon tomirlari sistemasiga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu deyarli agar bunday mashqlar bilan shug'ullanganingizda, agar sog'lom bo'lsangiz yuragingiz umuman kasal bo'lmaydi. Agar yurak kasallari bo'lsa 50% dan oshiq 60-70% gacha yuragingizni sog'lomlashtirib olib keladi. Endi bu mashqlar qanday mashqlar, qanday bajarsa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, qadimgi sirli tabobatga murojaat qiling. Biz sizlarga holatingizga qarab turib qanday mashqlar bajarishni o'rgatamiz, tushuntirib beramiz. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'zingiz buni o'zlashtirib olgandan keyin o'zingiz bemalol shug'ullanaverasiz. Juda ham ajoyib ta'sir qiladi. O'zi hayotingizga ham, sog'lig'ingiz, immunitetingizga ham juda zo'r ta'sir qiladi. O'zi bir gap bor. Yogada pranayama bilan, ya'ni nafas olish mashqlari bilan shug'ullangan inson hech qanday kasallikka uchramaydi degan gap bor. To'g'ri, pranayama mashqlari juda ham murakkab mashqlar. Buni o'zlashtirish juda ham nima deyiladi? Ya'ni pranayama mashqlari xuddi arslon bilan yo'lbarsni o'rgatilgandek o'rgatiladi. Lekin buni o'zlashtirib olsangiz, siz deyarli barcha kasalliklardan qutulishingiz mumkin va o'tishni immunitetingizni, tanangizni fikriy, ruhiy tomondan ajoyib kamolatga erishtiradi. Inson sifatida shakllantirishga olib keladi.